Pastidan boraman kerak. Qochay. Avvalgi narsalarim. Avvalgi narsalarim. Ye. Yo'q ketmabdi. Yaxshi. Oh, yo'q ketadi. Oh. Yo'q ketmayapti. Bo'ldimi? Mana. Boshqa yo'qmi? Endi yerdaman. Qarab tursin, endi yerdaman. Lapatka ekan. Epa, shunga shukr. Davay. Do'stlar, davay. Kiymani egallab olamiz, kiymani. Kiyma bizga tegishli kerak. Endi o'zimdan shuni chiqaraman-da. Qani, bu yoqqa kelaring-chi. Loy, meni kiyimim o'tiraman. Loy. Ha. Qayib chiqaman. Yes, do'stlar, yes. O'yloy. Och. Yes. Voy dana. Voy. Diamond. Oning bir. Bu yoqqa sen. Bu yoqqa. Qana. O'lasan. Yaqinlashma, o'lasan. Onangning bir. Kim bilan o'ynashyapsizlar, ey? To'ta boshlayman. Nayni hurmat qilaylar. Yo. Qochay. Wow. Yes, do'stlar. Yes, kuchaydim. Ko'zolisi. Ovqatlar qiringlar. Voy dana. Opangni hurmat qilay. Bunda o'zi to'la ekan. Yana nimalar bor ekan? Olma 26 ta. 26 ta olma. Hozir senlar bilan gaplashamiz, biratlarim. Senlar bilan hozir gaplashamiz. Men to'lab qo'y. Qayiqda bitta uxlab olay, qayiqda. Qayiq menga tegishli bu yog'i. Qayiq meniki. Qanday tushundinglar? Kompas. Yaxshi. Qarmog'im bor ekan, koja. Bu yog'i uncha kerak emas hozircha. Kompasim kerak. Xullas, ovqatda. Qilich kerak, qilich. Hozir senlarga diamond qilishni ko'rsataman-da. Loy. Taxtam yo'q ekan. Loy bo'ldi. Taxta olish kerak endi. Bo'laylar, derazadan uraversammikan deyapman. Nima deysizlar? Derazadan tang qilib. Uzayim. Voy, ona endi. Xo'sh. Sovg'a. Qochma.
Voy! Olmay. Loylar o'tyapti. Loylar. Men qilich kerak edi. U taxtalar o'di. Taxtalar o'lyapti. Taxtalar ber. Qayerda hozir qilyapti? Men mana yoqdaman-ku. Endi. Loylar. Hozir beraman-da. İşte bo'ldi, 4 ta bo'ldi. Endi. Yes! Do'stlar, tikkalayga. Bu yoqqa tikkalayga, davay. 3 2 1 go. Sen ketding? Sen ketding? Qanday? Shu meni kiymam senga sovg'a. Seni kiymang esa menga. Ay. Men loyni tepamda yurganmi? Kema menga tegishli endi. Ha. Dahshat do'stlar. Qo'yil. Kemani to'g'rilab qo'y. Viya ochib turur. Kema bizniki do'stlar, vashim. Karatchi do'stlar. Endi bizga karatchi qishlog'imiz tomon yo'l olamiz. Biz endi tirik qoldik karatchi. Ya'ni Jack Tullak aytganday, bugun tirik qoladigan bo'lib, ya'ni yohoho deydi-ku. Eshitgan masalani. Karatchi do'stlar, buguncha aytadi o'ylayman. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Joker kanali bo'ldi. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Salomat bo'ling, hammaga xayr.